Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, obunachilar, akalar, opalar. Navbatdagi ishimizni yakunladik. Andijon viloyati Baliqchi tumanida bo'ldi. Bu yerda bitta gaz plita tushadi. Bu yerda 1 metrlik stoli. Bu yerda mangali bo'ldi. Bunun ichida tandirlari bilan Agnepordan. Bu yerda рабочий stoli, samovar, 22 talik qozon, 60 talik qozon, 120 litrlik qozon. Bu yerda 2,5 metrlik рабочий stol moykasi bilan. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxda bo'lamiz. O'choqlarning tochkasini kelishilgan narxda bo'lamiz. 1,5 milliondan 2 milliongacha. Mangal 4 million, stol, moykalar metri 800 ming. Mana shu joyga общий xizmati hamma narsasi qilib 35 million pul ketdi. Materiallari bilan. Hamma narsasini noldan sotib olgan.